Toshkent shahrida 12 va 18 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlar o'rtasida shaxmat bo'yicha O'zbekiston chempionati bo'lib o'tmoqda. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Mazkur chempionatda Qoraqalpog'iston Respublikasi, barcha viloyatlar hamda Toshkent shahridan saralangan 300 nafarga yaqin iqtidorli shaxmatchilar ishtirok etmoqda. Bu esa turnirning keng qamrovli va yuqori saviyada o'tayotganidan dalolat beradi. Musobaqa nafaqat mamlakat chempionlarini aniqlash, balki milliy terma jamoa uchun istiqbolli yosh shaxmatchilarni saralab olishda muhim bosqich hisoblanadi. Xususan, standart yo'nalishda g'oliblikni qo'lga kiritgan ishtirokchilar joriy yilda o'tkazilishi rejalashtirilgan Jahon chempionatida mamlakatimiz sharafini himoya qilish imkoniga ega bo'ladi. Ikkinchi o'rinni egallagan sportchilar esa Osiyo chempionatida ishtirok etishi ko'zda tutilgan. Tadbirlarimizni o'tkazishning asosiy maqsadi bir paytlar biz o'zimiz mana shaxmatchi sifatida bilamiz, shaxmatchi eng ko'p zoriqadigan narsa bu musobaqa. Oldinlari haqiqatan ham respublikamizda 1, 2 ta, 3 ta turnir o'tganda, shaxmatchi o'sadigan eng katta maydon bu musobaqa. O'sha musobaqa bo'lmasa hech qachon bola o'smaydi. Shuning uchun ularga musobaqani ko'p. Bu yil mana shunaqangi tadbirlar Toshkentda, viloyatlarimizda, hatto tumanlarda ham tashkil qilyapmizki, sababi bitta, u ham bo'lsa mana shu shaxmatchilarimiz O'zbekistondan chiqmasdan ham tajriba olsin. Qayd etish joizki, mazkur nufuzli musobaqa O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi hamda O'zbekiston shaxmat federatsiyasi hamkorligida tashkil etilmoqda. Aynan yoshlar o'rtasidagi bunday chempionatlar milliy shaxmat maktabining barqaror rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Zero bu kabi musobaqalar orqali yosh iste'dodlar aniqlanadi, ularning o'yin uslubi takomillashtiriladi va professional sportga yo'naltiriladi. Murodjon Axatov, Aydos Ermekbayev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.